Pilisos ishlashdagi 5 ta muammo bor. Albatta uni yechimi ham bor. Video davomida buni bilib olasiz. Birinchi muammo, pilisos gilamlarda yaxshi yurmaydi. Siz uni ko'tarib ishlatasiz. Ikkinchi muammo, soch, ip, qilla gilamlaringizda qolib ketadi, uni alohida qo'lda terib yurasiz. Uchinchi muammo, qopini bo'shatayotganingizda juda ham ko'p chang yutasiz va bu sizni juda ham ko'p vaqtingizni oladi. To'rtinchi muammo, pilisosni xonadan xonaga sudrab yurganda qiynalasiz. Beshinchi muammo, pilisos qilib bo'lganingizdan keyin pilisos haqida qo'yaman desangiz, har doim joy topa olmaysiz, chunki katta joy egallaydi. Bularning hammasiga yechim bor. Laretto brendidan bu pilisos xarid qiladigan bo'lsangiz, shu 5 ta muammongizni umuman unutasiz. Birinchidan, gilamlaringizda shunaqa zo'r va yengil yuradi. Ikkinchidan, soch, ip, qillarni bir barakayiga terib keta olasiz. Uchinchidan, bu stakanni yuvib, chayib, bo'shatish juda ham oson va juda ham kam vaqtingizni sarflaydi. To'rtinchidan, bu pilisosni sudrab yurmaysiz. Prosta uyda sayr qilasiz. Va beshinchidan, bu pilisos juda ham kam joy egallaydi va akkuratniy bo'lib turadi, xuddi uyga yasatib qo'yilgandek. Sanab o'tilgan 5 ta muammoni qaysi biri sizda mavjud? Kommentariyga yozib qoldiring. Siz muammolaringizni shunaqa pilisosga almashgan bo'larmisiz? Uni ham обязательно yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, tanish-bilishlarga jo'natib tashlaymiz. Joningiz sog' bo'lsin, salomat bo'ling.